Assalomu alaykum jannatim onajonim. Sizni bugungi shukrona kuningiz, tavallud ayyomingiz bilan chin dildan tabriklayman. Biz farzandlaringizni ne qiyinchilik, ne mashaqqatlar bilan voyaga yetkazdingiz, tarbiya berdingiz. Buning uchun sizdan abadul-abad minnatdormiz. Bola bo'lmay qalb gavharingizga yetkazgan ozorlarimiz bo'lsa kechirishingizdan umidvor bo'lib qolamiz. Onajonim, ilohim baxtimizga doimo sog'-omon bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Porlab turgan bu ko'zlaringiz faqat va faqat baxtdan va quvonchdan yig'lasin. Ikki dunyoyingiz aziz bo'lsin onajonim. Sizga umringiz davomida mustahkam sog'lik, omad, baxt, xayrli kunlarni tilayman. Chehrangiz aslo g'am hasrat ko'rmasin. Men sizni juda yaxshi ko'raman. Chiroyingiz gullar naslidan, go'zallarning naqshsiz ona, qolishmaysiz bahor faslidan, siz hammadan yaxshisiz ona. Borligingiz baxtimdan darak, so'zingizdan sevinar yurak, ming yaxshilar menga ne kerak, siz hammadan yaxshisiz ona. Siz bor alam menga boqmaydi, ko'zlarimdan yoshlar oqmaydi, bo'lmasangiz dunyo yoqmaydi, siz hammadan yaxshisiz ona, deya mehribon qizingiz tabriklab qolgan ekanlar. Rahmat. Opajonim, sizni ham tilaklaringiz bo'lsa, farzandlaringizga, oila a'zolaringizga tilaklaringiz bo'lsa, bemalol aytishingiz mumkin. Mayli, rahmat. Yuzga kirsinlar, rahmat. Doringizga shukur. Ilohim aytganingiz kelsin opajonim. Sizni yana bir bor tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklab qolamiz. Rahmat.